Subuyda namlıq əsərdə Linchungni kimlər yeni məğlub qıla alaydı. Subuyda namlıq əsəri qarşısaq, bu yerdəki Linchungның ələm maharəti intayın yuqori. Dantiya Wang deyişki buludu. Bu at üstüdeki sanğullar içində birər qətim yengilib baxmağan. Bunun üçün bu Linchung yaxtırılğanlarına nəhayət köp. Bundaqda bu əsərdəki palvanlar içində kimlər Linchungni bevasitə məğlub qıla alaydı yoki Linchungdan maharət yuqori. Bu məzmun qılğan dostlar məni gönjü qılıb, həqsiz yürəkni bir ayımay filmning davomida diqqət qılinglar. Linchung Liangshankuldagi palvonlar ichida eng yorqin bir nuqta. Bu Sharq Ostonidagi 800 ming kishilik qo'shinning nayzibozlar boshqaruvli. Buning ot ustidagi nayz maharati intayin yuqori. Hamda asarga qarasak, tuvandagi uchaylan Linchungni tamoman mag'lub qila oladi. Bularning birinchisi uzun qilishlik Guansheng. Hamda bu Guansheng Podshohlik haqida qissa nomli asardagi Guayuning keyingi bir avlodi deb sanaldi. Shuning uchun buni chiroy turqi, uzun soqollari, mingan etidan tortib tutgan bardar shamshirgacha Guayunikilar o'pmoqshash. Hamda bu yerdagi Guanshengmo Liangshankuldagi 5 yo'lbos sanğunning birisi. Ham bularning 5i. Linchungmo shu 5 yo'lbos sanğunning biri. Guansheng yangi chiqqan vaqtning o'zida Guansheng bilan Linchung va Tirikak Qinming birlikda urushidi. Bir vaqtda Guanshengni mag'lub qilolmaydi. Bu yerdagi Tirikak Qinmingmo 5 yo'lbos sanğunning birisi. Linchungdan maharati qat'iy qilishmaydi. Demak, Linchung bir bo'lib, bu yerda Guanshengni mag'lub qilolmadi degan gap. Uning ustiga yana bir jangga qarsak, bu yerda Sochao bilan Linchung tutishdi. Bu ikkisi tutishib 30 marta tutishib, yengish ayrilmaydi. Biroq bu yerda Sochao bilan Guansheng tutishgan vaqtimizda 2 martamdalar Guansheng Sochaoning kallasini oldi. Demak, bu yerda Guanshengning alam maharati Linchungdan xil ustun degan gap. İkinci bir kişi olsa, Xebeylik bozgulpar Lu Jiyi. Hamda bu Lu Jiyi Subuyda namlıq əsərdəki ələmdarlar qatarındakı Tianquaban ən katta mahir maşu. Bunu Lu Jiyi bilan tutub yengish emas, 20 martamdan ortiq urusha olganligi asosan yo'q. Hamda bu yerdagi Lu Jiyi Liaogoning 4 batır bilan 100 yalg'iz tutishib, birsini shu zaman kallasini oladi, qolgan uchini yaralandirib, qochirib o'tadi. Ham bu vaqtning o'zida Liaogoning 1000 dan ortiq lashkarini o'ltirdi, kallasini oladi. Demak, bu ishni Linchung meningcha hargiz qilolmaydi. Yana ikkinchi bir jangga qarsak, bu yerda Shivungong tutqayri qarab baqili. Hamda bu yerda Shivungong, Lu Jiyi, Linchung o'xshash bir ustozdan chiqqan shogirdlar. Shivungong bilan Qinming tutishib, 20 marta tutishiblar. Bu yerdagi Shivungong Qinmingni mag'lub qiladi. Demak, bu yerdagi Shivungongning maharati Linchungdan ustun. Qinming bilan Linchung asosan tang keldi emasmi? Uning ustiga bu yerda Linchung yana Shivungongning bir shogirdi bilan 30 marta tutishib, buni mag'lub qilolmaydi, tanglashib qoldi. Ma ikki sababdan qarsak, Qinming bilan Linchung kelishmaydi. Hamda bu yerdagi Lu Jiyi Shivungong bilan tutishganda necha marta tutishiblar, Shivungongni mag'lub qiladi. Demak, bu yerdagi Lu Jiyining alam maharati Linchungdan nechasi ustun. Üçüncü bir kishi bo'lsa, naqd sodir so'zilgan Shivungong. Hamda bu yerdagi Shivungong Linchung bilan o'xshash bir ustozdan ta'lim olgan. Uning ustiga bu yerda Subuyda nomli asardagi Shivungongni Podshohlik haqida qissatga Libuga o'qishga bo'ldi. Chunki buningki ot ustidagi alam maharatimi nəhayət yuqori, o'qiya maharatimi nəhayət yuqori. Uning ustiga bumi Chasiyolman ishlatadi. Hamda bayada Qinming bilan Shivungong tutishgan vaqtning o'zida Shivungong 20 martamdalar buni yaralandirib mag'lub qiladi. Yana biri bu yerda Linchung Shivungongning bir shogirdi bilan 30 marta tutishib, yengish ayrilmaydi, mag'lub qilolmaydi. Demak, bu jihatdan qarasak, bu yerda Linchungning alam maharati Shivungongdan tövərək. Shivungong Linchungni tamoman mag'lub qila oladi. Hamda meningcha Linchungni mag'lub qila oladigan yana bir 4-chi bir odam bor. Buningki mayli piyoda, mayli ot ustidagi maharati Linchungdan qat'iy qilishmaydi. Süngürlük jihatda buningdan maharati ustun. Ham bu bakarak haqqoniyatchi, g'azab nafrati nəhayət aniq. Undaq sizlarcha bu kishi kimdir? Bildiganlar yo'lini qilib qo'yinglar.